Kimdadir rizq keng bo'ladi, kimdadir tor bo'ladi. Mana shularni ham albatta buni Allohdan deb bilinadi. Alloh bandasiga nazar soladi. Agar boylik bandaga yaxshilik keltirsa, uni boy qilib qo'yadi. Agar kambag'allik manfaatli bo'lsa, o'sha bandasini kambag'al qilib qo'yadi degan ekanlar Hasan Basri rahmatullohi alayh. Chunki azizlar, ba'zi insonlar emas, juda ko'pchilik insonlar boylikni inson tabiati o'zi ko'tara olmay qoladi. U haddan oshadi, tug'yonga ketib qoladi. Oyat karimada Alloh aytayapti: agar Alloh barcha bandalarini rizqini keng mo'l qilib qo'ysa, albatta ular yer yuzida zulm, tajovuzkorlik qilgan bo'lar edilar deydi. Lekin u zot bandalarning rizqini o'zi xohlaganicha o'lchov bilan tushirur. Buni hozirgi kunda ham ko'rib turibmiz, dunyodagi mana bo'layotgan notinchliklarni ko'ryapsiz-ku, kim qilyapti? O'ta to'q odamlar qilyapti-da, kambag'al qilgan yo'q. Hozir ko'rib turibmiz, mana oyat karimani misoli, dalili. Qaysi o'ta to'q bo'lsa, o'sha notinch qilyapti. Bu inson tabiati shunaqa. Unda iymon bilan inson boshqariladi-da, aqlda o'zi, ilmda o'zi kifoya qilmaydi. Inson hayotini bir nizomda ushlab turishlik